Kabe-i Muazzamaga tavof, Hazreti İbrahim aleyhisselam maqomlarda 2 rakat namoz o'qishlar muyassar bo'lgandan keyin Ka'bamizga qarab, ey Parvardigoro, biz gunohkor bandalarni o'zingni shunday Kabe-i Muazzamanga yetkazishga nasib qilding. Biz o'zimiz kelmadik. Biz yurtimizga qolgan million musulmonlar nomidan keldik. Ilohiy, shu qolgan musulmonlarni gunohlarini kechirgaysan. Şu mu'min musulmonlarni dunyo va oxiratlarini obod qilgaysan. Avlod-u zurriyotlarni tavfiq, rushd hidoyatingda barqaror qilgaysan. Kela olmasdan shunday yuraklari, bag'illari kuyib turgan mu'min musulmonlarni kelajak vaqtlarda o'zingni bu Ka'banga yetkazib, tavof bilan Arafat tog'ida vuquf bilan muyassar qilgaysan deb biz kamina ojiz gunohkor duo qildik. Hojilarimiz hammalari amin deb turdilar. Ilohiy qabul bo'lgan bo'lib, boraman deganlarni Alloh niyatlariga erishtirgan bo'lsin.